Umuman olganda birinchi bo'lib Xadicha binti Huvaylid raziyallohu anha iymon keltirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohdan olib kelgan narsalarga ishondi. Alloh taolo Xadicha onamizni u zotga yordamchi qildi. Qavmlari u zotni yolg'onchiga chiqarganida Xadicha onamiz u zotga dalda bo'lar, ko'ngillarini ko'tarar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom da'vatini yashirin suratda 3 yil olib boradilar. Shu vaqt mobaynida erkaklardan birinchi bo'lib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu iymon keltirdi. Allohdan o'zga haq iloh yo'qligiga va Muhammad uning rasuli ekaniga guvohlik beraman. Keyinroq esa Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuning qizi Asmo va ayrim oila a'zolari islomni qabul qiladilar. Xadicha ayollardan birinchi bo'lib islomni qabul qildi. Erkak kishilardan Abu Bakr, yoshlardan esa Ali ibn Abu Talib musulmon bo'ldi. Abu Bakr roziyallohu anhuning da'vati ila bir necha kishi islomga kirib musulmon bo'ldi. Ha, ayollardan birinchi bo'lib Xadicha islomni qabul qildi. Erkak kishilardan Abu Bakr, yoshlardan esa Ali ibn Abu Talib musulmon bo'ldi. Abu Bakr raziyallohu anhuning da'vati ila bir necha kishi islomga kiradilar. Kel o'tir, ey Ibn Mughira, bazmimizga qo'shil. Kayfu safo qil. Axir bizlar abadul abad odamlarning boshliqlari bo'lib qolamiz. Jiyanim Muhammad, men sen tomondaman. Agar qavming seni yolg'onchiga chiqarsa, seni himoya qilaman, qo'llab-quvvatlayman va senga yordam beraman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam amakilari Abu Talibni Allohni yagona deb e'tiqod qilishga va but sanamlarga sig'inishni tark qilishga chaqirdilar. O'zlariga Allohning huzuridan vahiy kelayotganini aytdilar. Ey jiyanim Muhammad, ota-bobolarimning dinini tark eta olmayman. Aks holda arablarning dashnomlariga qolib ketaman. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yakkayu yagonadir. Uning sherigi yo'q. Muhammad uning bandasi va rasuli deb guvohlik beraman. Bilol ibn Raboh roziyallohu anhu ham islomni qabul qildi. Yoshlardan Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu islomga kirdi. Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Muhammad uning rasuli deb guvohlik beraman. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu ham islomni qabul qildi. Bu nimasi?